Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzimizda charchamay yuribsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bizda bugun xudo xohlasa tiftel jarkob. Bizda 1 kilodan oshiq qiyma, 1 kilo 200 mi qiyma. Korzinkadan oldim, bozorga borishga vaqt bo'lmadi. Hozir endi tiftel jarkob qilamiz. Men o'zimni bilishim bo'yicha oyim o'rgatgan bo'yicha qilaman. Hammada har xil bo'lishi mumkin demoqchiman. Hozir sekin boshlaymiz. Bismillah deb. Xo'p, menga 2 dona tuxum chaqib yuboraman to'lasi. Keyin 2 dona piyozni mayda qilib to'g'rab tashlayman hozir. Xo'p, hozir endi boshlaymiz. Kecha uyga borib bir kun yotib turib keldik. Kelsak, vinegretlar salatlar qilib qo'yishgan ekan. Keyin oyijonim anaqa oliviya bilan tiftel jarkob qiling dedilar. Anaqa oliviyaga mayonez, garoxini olib kelib qo'ydim. Uni ertaga qilar ekanmiz. Просто bugun bitta ko'chaga chiqqanda olib kelib ola qoldim. Mayonezlarni narxi hamma magazinda har xil. Korzinkacha ham arzonroq ekan. O'ylab qoldim. Kecha uyga borib keldik, maza qilib, dam olib bir kun borib keldik. O'zi umuman olganda, oyijonim, turmush o'rtog'im xohlagan payt borishimga ruxsat berishadi, xohlagancha yotishimga ruxsat berishadi. Endi biz kamroq boramiz, oxirgi paytlar juda kam boramiz. 3 hafta, 1,5 oy deganda bordik. Chunki anaqa bolalarni kasaldan chiqqani yo'q boshi. Bizda kasal bo'lsa uyga jo'natib yuborish yo'q. Bizda shu yerda davolash anaqasi bilan. Shu yerda davolab, tuzalib, keyin boramiz. U yoqda ham 2 kenayim homilador. Xudo xohlasa tez orada ketma-ket bitta o'g'il, bitta qiz farzand kelish arafasida turishibdi. Ularga ham yuqtirib qo'ymaylik, maksimal darajada tuzalganimizda boramiz. Endi bo'ladi, yo'tal. Endi ato uni kutgunimizgacha vaqt o'tib ketib qolyapti. Mana kecha borib kelib, bugun bog'chaga chiqazib yubordik qizimizni. Уже tuzalib, Xudoga shukr. Kichkina qizim pashti yaxshi, pashti. Balg'am o'ynayapti. Endi ular yosh chaqaloqlar tuflab tasholmaydi yoki yutib olmaydi-ku, o'ynab turadi. Mana shu tomog'ida balg'am. Endi dorilarni qilib beryapman, lekin baribir antibiotik dori beryapman. Bo'lmasa tuzalishi qiyin bo'lib ketdi, ko'zim achib ketdi. 2 piyozni to'g'rab sovardim, 2 piyoz, 2 tuxum ichida. Endi guruchimni tuzlamagan to'g'irlasam bo'ldi. Endi raspakovka chek qilamiz hozir adamizni. Tadam, pamperslar tashab ketdilar. Mashinga o'tdik biz Mumkinsga. Ismini ko'rsataman. Yaponiyalik ekan, hatto mana. Yaponiyalik. Zo'r ekan. Ichida 52 ta bo'ladi. 2 pochka olib kelib beryaptilar. 1,5 oyga yetadi. Bu 2 ta farzandimga. Katta qizim faqat kechqurun taqat, boshqa payt taqmaydi. Unga kechqurun. Lekin mana shu 2 pochka 1,5 oyga yetdi bizga. Bu chaqalog'imga narsa. Elmani oldingi videoda ham ko'rsadim. Imенно shu salfetkasi zo'r ekan, materiali qanaqadir boshqacha. Keyin suvli emas-da. Juda o'tib ketgan suvli emas. Bundan 2 ta olib kelib beradi. Bu ham 1,5 oyga bemalol yetadi. Voy. Nuppi olib kelib qo'yibdilar. Nuppi gold ichardik. Endi ko'rdim mana. Mana endi. Lekin kichkina qizimizga mana bunaqa soklidan berishni boshlaymiz. O'tgan safar ham olib keldilar. Katta qizim ichib qo'ydi uni. Hozir endi bermayman, buni olib qo'yaman. Chunki hozir tomog'i ozgina bo'g'ilgan, shiraga ichmay turadi.
Gerber aka. Ana fritaniyani agusholar ham yaxshi, lekin mana buni mazasi zo'r baribir. Yangi tuqqan paytim edi. Menga ham olib kelardilar qo'shib. 2 qatligimdamidi, 2 qatligimda shekil. Qizim bilan tepada yerdim mana. Hop, bizda raspakovkamiz shu. Bu chaqalog'imni o'ziga. Ikkita pampers bilan. Otajonimizga rahmat. Endi ovqatga qaytamiz. Ana sizlarga hozir bitta chupa-chups ko'rsatmoqchiman. Agarda bolasi shirinligiga o'ch ota-onalar bo'lsa, shundan olib beringlar. Rosa zo'r ekan. Men ham farzandim rosa shirinlik xo'r, shundan beryapmiz. Mana chupa-chups balki ko'pchilik aptekada ko'rgan. Organik, shirini, tabiiy anaqadan tayyorlangan. Mevalarniki, shunaqalarniki, hech qanaqa shirinlik qo'shilmagan. Mazasi zo'r ekan. Bolalarga shundan olib bersanglar, aptekalarda sotadi. Biz ham endi iloji boricha shundan berib o'rgatmoqchimiz. Ko'chadagi chupa-chups yoki biz ham ertalab bog'chaga ketish uchun Kinder yokida MMDSlar berib yuboramiz endi. G'inshimasdan indamay ketsin deb ertalab turish yoqmaydi-yu, shuning uchun. Endi mana bundan beryapmiz. Mana bu yerda ortiqcha batlasiz, hech qanaqa yog'lasiz, tabiiy organik, mana tepasida yozib qo'ygan. Xullas, aptekada sotadi. Yeb ko'ringlar, o'zingizlarga ham yoqadi. Darja shunaqa qo'li tomon o'ylab topilgan. Mana ham anaqa emas-da, nima? Plastmassa emas. Qog'ozli. Qog'ozli. Xullas, mashinadan bitta o'zingizlar ham olib yeb ko'ringlar, o'zingizlarga ham yoqadi. Bolalar yoqda tursa, o'zingizlarga ham yoqadi. Guruch solamiz. Menda alanga. Hozir aralashtirib yana ko'ramiz. Kimdir bundan ko'p soladi, kimdir bundan kam soladi. Hamma o'zining ro'zg'origa, mo'ljaliga qarab solaveradi. Hop, bunga ziravorlardan men Galina Blanka, bismillah. Ozgincha tuz, 2 qoshiq. Yana ko'raman tuzini. 4 ta dona zira va koreyskiy tuz. 4 dona. Ustidan yog' solaman. Bitta yog' aylantirib yuboraman. Bismillah. Ana yerdacha bitta zubchik chesnogim bor ekanda. Uni ham 4 ga qilib yuborsam bo'ladi. Ko'ramiz uni ham. Endi aralashtirib olaman. Boshqa hech narsa solmayman. Bo'ldi. Bitta ko'rsataman, ma'ni yolg'on bo'lmasin. Guruchi kamroq ekan, yana 4 ta guruch solaman. Mana qiymamni, guruchini, tuzini to'g'rilab, urib oldim. Pishirib oldim deydi-yu. Pishirib oldim. Endi laganga bitta qo'limni suvlayman. Katta qilaman. Mana shunaqa. O'zi qo'lim katta emas, kimdirlar semiz debdi. Semizga ham kirmayman, og'zimga ham kirmayman. O'rtachaman. Turmush o'rtog'im ish joyini ham so'rabsizlar. Turmush o'rtog'im ham unaqa katta joyda ishlamaydilar. Qiziqmay qo'yaveringlar, baribir etmayman. Fikfilon marta so'rasanglar ham etmayman. Turmush o'rtog'im haqida so'ramanglar. U meni lichniy odamim. Xullas, mana tipchanlarimiz shunaqa katta, ojon katta qilar ekanlar. Kartoshkani qo'rgandan keyin buni ham bittasida qo'rib yuboring dedilar. Keyin dimlaysiz dedilar. Endi bitta gir aylantirib terib chiqaycha. Bismillahirrohmanirrohim. Mana nima edasizmi? Tiftillarimiz tayyor bo'ldi. 1 kilo 200 qiymadan 28 ta katta sharik chiqdi. Bu katta, просто videoda kichkina ko'rinyapti. Shundoqroq. Xullas katta-da. Kishi boshiga 3 ta 4 tadan to'g'ri kelar ekan. Bu normal, chunki katta bu. Endi xalatinga qo'yib qo'yamiz. Xalatinga qo'yib kartoshkasini archib, to'g'rab qo'yaman. Soat xudo xohlasa 3:30 da boshlayman. Endi soat 2 bo'pti.
3:30da boshlayman. Ungacha boshqa ishimni qilib turaman. Ko'rishamiz. Görüşürüz. Mana kartoshkamni ham qizartirib oldim. Nomiga qizartirdim. Bu yoqda mana chiqib qoldi. Tiftellarimni xolodilnikka solib qo'ydim. Go'zallikka qaranglar qaynashini, qovurilishini. Hozir anorga qarab turib, buvim esimga tushdilar-da. Uyda buvim borlar, adam onalarim 84 yoshlarda. Anor daraxtimiz bo'lardi. Bir kunda 5-6 tasini olib, donaga unaqasidan ajratib, tog'orachaga solib yig'ib qo'yardilar-da. Aylanib kelib yeyurardik. Hozir mana endi o'zimga qilib o'tirsam, chuvoma o'zing uchun deydimi, shunaqa. Lekin uyga borsam haligacha anorni anaqa qilib beradilar. Ajratib beradilar. Olmalarni kesib yonimga qo'yib ye devoradilar. Xudo xohlasa 80 yoshlarigacha bizga ovqat qilib berardilar. Endi hozir 3-4 yildan beri kellar tushgandan beri ovqat qilmaydilar. Xudo xohlasa niyatim bor, bitta videoim ular bilan chiqazishchi. Esdalik bo'lib olib qo'yaman, xudo xohlasa. Xullas, buvimni eslatadi menga anorlar. Oxirgi tiftelni qo'rg'onman. 6 bilan qo'rg'on oldim. Chetlariga piyozlar chiqib ketdi, chunki u oxirgisi уже sal yiriroqlari chiqib ketdi yoqda. Mana ko'p qo'rmadim, chunki men guruch qitir bo'lib qoladi-yu. Nomiga bitta qizartirib oldim. Что за это красота? Ana rangini endi ko'rdingmi? Mana endi chiroyli bo'lib chiqibdi. Bitta aylantirib qizartirib oldim. Endi hozir sekingina qozonga bosaman. Oxirgisi va nihoyat bizda soat 4:30 bo'ldi. Mana ustiga hozir kecha qaynatma sho'rva qilishgan ekan. O'shani suvini o'zini quydim. Sabz solmadim, o'sha sho'rvani savzisi bo'ldi. Endi sekin miltillab qaynayapti. Hozir ko'ringlarchi, agar suv kam bo'lsa, yangicha suv solaman. Tuz, zira solib qo'ydim. Endi bu yog'iga kutamiz. Ozgincha par bo'lgandan keyin dimlayman. Lekin chirlagancha va chiroyli chiqadi, xudo xohlasa. No, kelinglar. Обязательно kelinglar. Hop, mana ovqatimiz ham pishdi. Kelinglar ovqatga.